to'mirini egalleydigan şirketler hazır hemmisi o'ttirg'i chiqdi. Endi Xayxon şirketini go'yin-go'y o'ttirg'i olib chiqqan bo'lsa, balki Wang Qishanning odamlari kimdir birisi o'ttirg'i chiqib hamda Vanda şirketini o'ttirg'i olib chiqdi. Demak, hozir Jungoda bo'layotgan ish qizil kapitalistlar o'zining oxiri sinoqqa duch keladiganligini isbotlab qo'ydi. Qandaq bir taraf qilish to'g'risida hech qanday bir ma'lumot bo'lmasa-mu, Jungoda qizil kapitalistlarning qandaq sinoqqa duch keladiganligini isbotlab qo'ydi. Bu Jungoning ichki vaziyat. Bu vaziyat mubada Jungoning pul muomala sohasiga berib chetiladigan bo'lsa, vaqti ish intayin eg'irlashidi, hurmatli vatandoshlar. Pul muomala sistemasiga bog'liq bo'lib qoldigan bo'lsa, vaqtida bu ish intayin eg'irlashidi. Jungo balki shundaq vaqtda hozir ya Çavuşan meselesini besim işletişke yetişilmeye kaldı ya ki başka garaz oldu. Meyada ne mi dedi? Ahire haberde başta ne mi deyip gösterdik? Moşu jığını, jığırın birinci günü Washington'da geçivatkandı. Eğer Çavuşan yanı yadrosunu yakar hareketasını elip bardıgan bolsa, Jungo'nun Çavuşan'ı besim işletişi arkalık. Çavuşan yerim arılı, yine yadrosuzlaştırı siyaseti mağlup bo'lgan bo'ladi. Demak, Çavuşan sınaq elib bordi. Jungoning Çavuşanga besim ishiltib, masala hal qilmoqchi bo'lgan siyosati mag'lub bo'ldi.